Assalomu alaykum. Bizani kuzatib borayotgan qadrli vatandoshlar, qadrli ota-onalar, abituriyentlar va studentlar. Xo'p, bugungi videomizda biz sizlarga endi Rossiya davlatiga ko'p o'qishga kirilayotgan fakultetlar haqida ma'lumot beramiz va farqlarini tushuntirib beramiz. Xo'p, 2025-yilda hozir statistikadan kelib chiqqan holda abituriyent yo'nalishiga topshirilgan. Bu birinchisi ekonomik, ikkinchisi temir yo'l. Ekonomik hamma joyda kerak va ko'pchilik bu sohaga qiziqadi, chunki fizika, matematikaga qiziqmaydigan odamlar bo'lmasa kerak. Ikkinchisi temir yo'l. Xo'p, biza nimaga meni konsultatsiyaga chaqiramiz, qaysidir yo'nalishga tanlashdan oldin? Chunki sizni qiziqishlaringizdan kelib chiqqan holda temir yo'lda именно sizni qiziqishingizdan kelib chiqib, temir yo'ldagi fakultetlardan biz sizga maslahat beramiz. Допустим, ekonomika bo'ladigan bo'lsa, bu bitta отдельный fakultet va uni yo'nalishlari ko'p. Bitta ekonomika deganingizda ekonomikaga kirib qolmaysiz. Uni 5 ta 6 ta yo'nalishi bo'ladi ichida. Misol uchun buxgalterskiy учет yoki ekonomika transporti, biznes logistika shunaqa yo'nalishda. Temir yo'l bo'ladigan bo'lsa, u yerda o'sha 6 ta fakultet bor, 24 ta направление bor. Управление перевозки, logistika, lokomotiv, vagon shunga o'xshagan yo'nalishda. Va biza sizni qiziqishlaringizdan kelib chiqib, именно sizga подходящий и sizni biringizdan kelib chiqib, shu yo'nalish taklif qilamiz. Chunki bizga ertaga o'qishni bitirsanglar ham shuncha yaxshi. Chunki statistika bas bitiruvchilar orasida biz harakat qilamiz, qancha ko'p o'qishni bitirsangiz, shuncha bizga ham yaxshi. Chunki o'ziga ham yaxshi bu. Genetik o'qish talab etganingizni ko'ra. Biz sizni qo'rqitmoqchi emasmiz bu gaplar bilan. Prosta bu fakt. Siz qiziqasiz o'sha yo'nalishga, lekin bilimingiz o'sha darajaga yetmaydi. Texnik taraflama, matematika, fizika yaxshi bilasiz, lekin o'sha darajaga emas. Именно o'sha sohani bitiradigan darajagacha emas. Xo'p, kelinglar bugun shu ikkita fakultetni solishtiramiz. Xo'p, hammaga qiziq bo'lgan ekonomikadan boshlaymiz. Именно 4 yo'nalishni aytaman, eng populyarliroq. Bu birinchisi учет, hamma biladi, buxgalteriya, shunaqa soha. Ikkinchisi ekonomika transporti. Uchinchisi ekonomika строительство, to'rtinchisi finansiy injenerlik. Siz temir yo'lda ishlamoqchi bo'lsangiz agar, допустим, ekonomika transportga kirsangiz ham bo'ladi. Yoki finansiy injenerlik, yoki ekonomika строительство, shunga yaqin sohalar. Xo'p, kelinglar, men yanada ham yaqinroq ma'lumot beraman, men yo'nalishlar bo'yicha. Bu учет ko'pchilik biladigan. Xo'p, bu yo'nalishni bitirsangiz agar, siz qayerlarda ishlay olasiz? Bu birinchisi bank, ikkinchisi bu qanaqadir korxona kattaroq. O'sha yerda buxgalteriya otdelida ishlasangiz bo'ladi, главный buxgalterga bo'lsangiz bo'ladi yoki buxgalter yordamchisi yoki hozir shunaqa organizatsiyalar ochilib ketgan, buxgalteriya bilan shug'ullanadi. Ularda qanaqa 50 ta 100 ta kompaniyani oladida va kerak uyda o'tirib yoki boshqa davlatda o'tirib Mina buxgalteriyasi bilan shug'ullanadi. Erta u по fakt siz ishga kelib ishlashingiz shart emas. Udarimda ishlasangiz ham bo'ladi. Yoki o'zingiz shu ishni qilsangiz bo'ladi. Meni o'sha kompaniyada emas, o'zingiz uyda o'tirib 3-4 ta kompaniyani olib, uyda o'tirib ishlasangiz ham bo'ladi yoki borib ishlasangiz bo'ladi. Mana shu birinchisi. Bu buxgalteriyani tugatganingizdan keyin bu как бы o'zingiz qanaqadir biznes boshlasangiz ham, u ключевой moment, chunki agar buxgalteriyani yaxshi bilsangiz agar, siz 5-6 yil oldinni konkretni ko'ra olasiz. Xo'p, ikkinchisi bu menejment. Xo'p, primer keltirib o'taman. Menejmentga kirsa, kim bo'lib ishlasa bo'ladi. Uni odamlar keladi, ko'p bo'lgan shunaqa situatsiya. Turizmga kelishadi, ertaga qanaqadir gastinisaga ishga kirmoqchi, sotilga. Xo'p, buning uchun turizmga kirish shart emas, aynan. Buning uchun menejmentga kirish kerak. Chunki menejmentga o'qish sizga nima beradi? O'sha yotoqxona, то есть mehmonxonada siz o'sha odamlarni, personallarni ustidan upravlять qilishni o'rganasiz, boshqarishni o'rganasiz. Допустим, bironta o'sha yotoqxona deylik, 50 ta odam ishlaydi, 10 ta boshqaruvchi va o'sha qolgan 40 ta boshqaruvchi, qolgan 40 ta ishchini siz ustidan boshqaruvga ega bo'lasiz. Bu sizga nima beradi? Ertaga o'zingizni biznesingizni qurishga ham katta yordam, chunki siz o'sha odamlarni qanaqa boshqarishni bilasiz. Просто boshqarishni qayerga yuborish kerak va planni to'g'rilash kerak. Hammasiga yordam beradi mana shu narsalarga. Xo'p, uchinchisi bu finansiy injiniring, o'zimiz tilda aytganda moliya. Bu sohani bitirganingizdan keyin qayerlarda ishlasangiz bo'ladi? Например, tashqi vazirlikka ishga kirsangiz bo'ladi. Bunga ozroq vaqt kerak, birdanigadan emas, opit kerak. Lekin shu yergacha ko'tarilsangiz bo'ladi. Tashqi ishlar vazirligiga yoki davlat
korxonalarga ishga kirsangiz bo'ladi. Именно moliyalashtirishga kirsangiz bo'ladi ishga. Har sohalarga. Hop, to'rtinchisi ekonomika, transport. Hop, endi manaqa moment, agar siz temir yo'lga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz agar, lekin temir yo'l o'zida kirganingizdan keyin ko'p yo'lda chizmachiliklar bo'lishi mumkin. Tam ozroq texnik fanlar qiyinroq bo'lishi mumkin. Lekin siz при этом o'qimoqchisiz, shu temir yo'lga, ochligiga kirmasdan o'qimoqchisiz. Siz mana shu ekonomika transportga kirsangiz bo'ladi. Chunki bu sohani bitirganingizdan keyin ham siz temir yo'lga ishga kira olasiz. Chunki u har bitta temir yo'lda, har bitta vokzalda ekonomik kasb bo'ladi. Forma kelib ishlamasligingiz mumkin, lekin o'sha temir yo'l sohasi bo'yicha ishlaysiz. Hop, yana bor menejment, logistika. Bu sohaga o'qishga kirganingizdan keyin siz davlat boshqarma xizmatiga ishlasangiz bo'ladi. Chunki logistik narsa bor joyda boshqarma bor albatta. U hammaga ma'lum. Siz undan keyin yana o'zingiz shunaqa kompaniya ochishingiz bo'ladi. Meni logistika bilan shug'ullanish. Hozir import eksport hamma joyda rivojlanmoqda, o'shaning uchun sohaga ham kirsangiz bo'ladi. Keyin ekonomika stratегияsi. Bu soha ham juda yaxshi. Bu sohani tugatib ham temir yo'lga ishga kirsangiz bo'ladi. Chunki masalan temir yo'l O'zbekistonda ham ancha rivojlanyapti. O'sha temir yo'llarni qurishga ishga yo'naltirishingiz bo'ladi o'zingizni bilimlaringizni. Qanaqa nima bo'ladi? Bu sohani tugatsangiz ham siz ishsiz qolib ketmaysiz. Любой kompaniyaga borsangiz ham, именно qurilish bilan shug'ullanadigan o'sha soha, bu siz bitirgan soha ham shu narsaga tushadi. Именно mana bu boya aytib o'tgan bu xil joyda yoki finansviy injiniring yoki shu narsalarni o'qishga bitirsalar ham, именно temir yo'lga ishga kirsalar ham bo'ladi. Просто boya aytgan boshqa narsalar ham boshqa как бы aytganga o'xshab bu hujjat turib boshqa bank sohalariga borsangiz ham bo'ladi. Mana bu sizga дополнительный imkoniyat ham bo'ladi. Xo'p, endi temir yo'lga o'tadigan bo'lsa agar, bu yerda qanaqa fakultetlar bor? O'zi biz sizlarga именно 6 ta fakultet haqida ma'lumot beramiz hozir. O'zi aslida bundan ham ko'p, lekin mana shu 6 ta fakultetga ko'proq o'zimizni studentlar qiziqishadi, abituriyentlar to'g'ri. Hop, birinchisi управление перевозками logistika. Именно bu sohani ishlab tugatsangiz agar, qanaqa yo'nalishlarga ishlasangiz bo'ladi? Biz sizlarga o'zimizdan kero ma'lumot beramiz. Batafsil. Ikkinchisi bu подвижной состав. Uchinchisi bu elektrotexnika, elektroenergetika. To'rtinchisi bu строительство. Beshinchisi bu avtomatik telemexanika. Oltinchisi metrologiya, standartizatsiya. Bu 6 ta fakultetlar. Bular ham yo'nalishlarga bo'linadi. Har bittasida 4 tadan 5 ta yo'nalishi bor va sizlarga hozir shular yo'nalishlar haqida ozroq ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, shu birinchisi управление перевозками logistika. Bu именно o'sha temir yo'l logistikasi, bu sohaga kiradi, bu yo'nalishga kiradi, bu fakultetga kiradigan bo'lsangiz, to'g'riroq, именно ko'proq texnik fanlar ko'p, chizmachilik, chizachiz ko'pda, aytgan guruhlar. Xo'p, agar siz boyagi aytganga o'xshab biznes logistika yoki biznes menejmentga kiradigan bo'lsangiz ham shu sohaga ishlay olasiz. Bu yerda просто osonroq. Gumanitar fanlar ozroq ko'proq, o'sha hisobiga nisbatan osonroq tugatish u fakultetni. Bu yerda ham o'qisangiz bo'ladi, agar o'zingizga ishonsangiz, har kun o'qiyman desangiz agar texnik fanlar ko'proq, fizika, matematika chuqurroq o'rgatiladi, o'shaning hisobiga. Bu yerga kirib, ertaga assistent bo'lib ketganingizdan ko'ra, boy biznes logistika yoki menejment logistika kirib o'qishni bitirganingiz sizga ham yaxshi, bizga ham yaxshi. Chunki statistika juda ham past bitirish bo'yicha. O'qishga kirish ko'p bo'lganlar, lekin bitirish juda ham kam. O'shaning hisobiga sizlar kelinglar, konsultatsiya olinglar. To'g'riroq biz o'zimiz yo'naltiramiz. O'sha siz xohlagan yo'nalishga, siz xohlagan odam bo'lib chiqishingizga faqat ertaga bitirib diplom olishingiz uchun. Hop, ikkinchi fakultet bu подвижной состав. Bu fakultetga kiradigan bo'lsangiz, siz o'sha hamma bilsa kerak, poyezdni birinchi vagoni bo'ladi, u lokomotiv deb aytiladi. Poyezdni haydash. Agar shu sohaga kiradigan bo'lsangiz, shu fakultetga kiradigan bo'lsangiz agar, shu poyezdni haydasangiz bo'ladi. Yana bitta fakultet, boya aytganim o'xshab, menejment logistika kirsangiz agar, shu poyezdni ham hayda olasiz, mashinist bo'la olasiz. Bu fakultetga kirsangiz agar, bu yerdan ozroq qiyinroq, yodgor o'qish kerak. Qo'pol qilib aytganda, o'shuning uchun menejment logistikaga kirib, erta ham bitirib, shu mashinistlikka ishlatsangiz bo'ladi.
biz sizlarga ko'proq o'sha fakultetda maslahat bergan bo'lardik. Hop, keyingi fakultetimiz bu elektronika elektrotexnika. Bizda shu sohaga biz sizlarni kirishlaringni maslahat berdik. Chunki qulay tarafi bu yerda hamma boshqa temir yo'l yo'nalishlariga zaochniy yoki ochniida 20 tadan fan topshiradi har bir yilda. Bu yerda 10 tadan 12 tagacha bo'ladi. Fanlar kamroq, keyin shunaqa fanlar bor, начислительный geometriya yoki algebra degan fanlar bor. Qolgan yo'nalish, qolgan fakultetlarga nisbatan imенно bu fakultetda osonroq o'tish imенно shundan. Xo'p, bu sohani bitirsangiz nima ish qilsangiz bo'ladi? Допустим, qaysi bir poyezd elektrda yursa agar o'shalarni remont qilish bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Bu допустим bir martagina siz poyezdni ishlab chiqargandan keyin bir martagina remont qilmaysiz, uni har doim remont qilib turish kerak. O'shanda sizga dastlabki ish bo'ladi. Sohani bitirsangiz zo'r. Xo'p, keyingi yo'nalishimiz bu stроительство. Hop, bu fakultetga kiradigan bo'lsangiz siz birinchi o'rinda shunaqa yo'nalish bor, endi строительство inженерных зданий. Agar siz Moskva City yoki Laxta Center, ko'p qavatli uy qurmoqchi bo'lsangiz agar, mana shu sohaga kirsangiz bo'ladi. Xo'p, bundan tashqarida temir yo'l yo'nalishi ham bor. Stроительство bu yo'lda nimalar kiradi? Tunnel, most yoki metrolarni yo'lini qurish. Mana shu sohaga qiziqsangiz kirsangiz bo'ladi. Agar yo'q, agar siz qiziqasiz, lekin sal osonroq bo'lsin, temir yo'lga ishlayman desangiz agar, boyagi aytganimga o'xshab ekonomika stроительствоga kirsangiz ham bo'ladi. Chunki bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun siz temir yo'l sohasiga, temir yo'l yo'nalishiga kirsangiz bo'ladi ekonomika stроительствоni bitirib. Keyin yana bir narsa, bu Rossiyada yurgan yoki boshqa joylarda yurgan akalarimiz yoki ukalarimiz bor. Imенно shu brigadir, uy qurilishi bilan, ko'p qavatli uy qurilishlar bilan shug'ullanadi, lekin diplomlari yo'q. Ular ham mana shu stроительствоning o'ziga kirsalar bo'ladi. Вечерний yo'nalishi bor. Shu yerga kirib, ishdan tashqari kechqurun dars bo'lganligi uchun 2 soat kelib o'qib ketsalar bo'ladi. Shu sohada ishlaysiz, shu sohada o'zi ko'p narsani bilasiz. Sizga uncha o'xshab qiyin bo'lmaydi. Xo'p, keyingi fakultetimiz avtomatika va telemexanika. Siz ITga qiziqsangiz agar, lekin u yerga ozroq qiyin va sizlarga maslahat bergan bo'lardik mana shu fakultetga kirish. Chunki bu o'zi nima? Bu temir yo'lni avtomatlashtirish. IT qilish degan bo'ladi. Masofadan turib, bespilotnik poyezdlar bo'ladi, mashinasiz poyezdlar. O'sha narsa bilan shug'ullanadi. Oxirgi fakultetimiz bu metrologiya va standartizatsiya. Bu qanaqa yo'nalish? Bu допустим temir yo'l qurilayotgan payt qanaqa, misol uchun relslarni ko'rgansizlar, qanaqa metaldan bo'lishi, tagidagi sheben qanaqa materialdan bo'lishi, tagidagi blok qanaqa materialdan bo'lishi, hammasini belgilab turadigan odam shu sohani bitirsa agar, siz misol uchun shu yerda temir yo'l bo'ladi, qurayotgan vaqtda mashina material bo'ladi, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Davlat standartidan bilan shug'ullangan kasb degan bo'ladi. Bu imенно faqat temir yo'lga emas, boshqa yo'nalishlarga ham ketadi. Bironta bir zdaniya qurmoqchi bo'lsa, o'zini konkretni standartlari bo'ladi. O'sha standartlarni siz belgilaydigan odam bo'lasiz shu sohani bitirsangiz agar. Xo'p, mana do'stlar, bugun sizlarga shu ikkita fakultetni farqlarini aytib berishga harakat qildik. Agar shu videoni shu joyigacha ko'rayotgan bo'lsalaringiz, sizlarga qiziq bo'lganligiga umid qilamiz. Qator kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, qanaqadir joylarda, unda sizlardan uzr so'raymiz. Xo'p, bu videoni o'qib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar yoki o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlarga jo'natib qo'yinglar. Ular ham o'ziga bu videodan keyin vыбор qiladi. Haqiqatan to'g'ri fakultetga kirganmanmi yoki to'g'ri fakultetga kirmoqchimanmi degan maqsadda. Agar sizlarga bundan ham ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, agar o'zingiz qanaqadir sohaga qiziqasiz, lekin boshqacharoq osonroq o'sha fakultetga kirib bitirmoqchi bo'lsangiz, bizga telefon qiling. Biz bundan ham yaxshiroq sizlarga konsultatsiya berishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat.